Bemorimizni 2 yil oldin chap tomonini operatsiya qilib bergan ekanmiz. Hozir qayta ko'rib keldilar. Bemorning ikkala tomonda ham eshik past bo'lgan va ikkala quloqning ora parda ham teshik bo'lgan. Totalni, ya'ni parda umuman bo'lmagan. Chap tomonini 2023-yil martda qilgan ekanmiz. 2,5 yil bo'ldi. Hozir qayta ko'rib keldilar. Tekshirib ko'ramiz. Ko'rishingiz mumkin. Mana juda ham zo'r holatda. Parda umuman yo'q edi mana shu tarafda. Oldin rasmini qo'yib qo'yamiz. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham zo'r holatda, qon tomiri o'sib, zo'r holatda turibdi. Eshitish yaxshimi hozir? Yaxshi. Chap tarafingiz ancha yaxshilanganmi? Eshitmasdim. Nima eshitmasingiz? Hozir bemalol muloqot qila olasiz, gaplasha olasiz bemalol. Telefonda ham, ha? Eshitishim yaxshi. Yaxshi. Demak, bu safar kelishingizdan maqsad o'ng tomonlarni operatsiya qildirish, ya'ni o'ng quloqlarni operatsiya qildirish. Tekshirib ko'ramiz, operatsiya tayyor bo'lsa, inshaalloh qilib beramiz.